Hammaga assalomu alaykum hurmatli sizlar bilan men o'sha sizlar tanigan Shodikjon va bugungi videoda biz nima qilishimizni oldindan bilmaymiz. Короче, вот ishlashaman. Bunda biz bolamizni polizimizni qarab olamiz. Polizimiz ham o'smagan. Bola unda yopib qo'yaveramiz. Bola. What the fuck? Bola qo'yib qo'yamiz. Bizga короче asbob uskunalarimizni ko'p ishlatganimizdan keyin what the fuck asbob uskunalarimizni ko'p ishlatganimizdan keyin qumoq bitta yerga qolibdi. What the fuck? Unda bizga konga tushimikan deb o'ylayapman-da. Buni bu yerga olib qo'yamiz. Buni bo'lsa bu yerga konga tushimiz deb shunaqa xabarlarga what the fuck qalaysan jitil? So'rov qalaysan o'zing ham yaxshimisan? Hamda men konga ketishim kerak. Bolalar o'zim market hali ochilmabdi va hozir bugundan berilgan hammaga. Короче, assalomu alaykum janoblar. Va alaykum assalom Shodik. Yaxshimisan? Yaxshi. Короче, bugun men konga tushmoqchi edimda. Короче, o'shanga yo'q demasangiz bugun ishlarim ham короче yo'q ekanda. Shu mari orqamda shu do'kon bor. What the fuck? Rahmat addishi. Okay. Bola merorqa bo'lmadimmi? Yaxshi. Merni orqasida kon bor ekan. What the fuck? Biz hozir ovqat sotib olishimiz kerak. Oldik короче go'shtlarni. Unda kon taraf yo'l olamiz. Bu yerlarda mana shu yerda kon bor edi, adashmasam-da. Shu yerda ekan. What the fuck? Tushgandan keyin night vision ham ichib olish kerak. Tushishimizda bizani kon temir bilan siylamoqda. Unda bilan olamiz hammasini va pastga tushib olamiz. Night vision ichish kerak. Unda temir. Hammasini olishimiz kerak. Albatta biz aslahalarimiz uchun bular hammasi kerak bo'ladi. Bularni ham olib olamiz. Buni ham va mana bu yerdan kichik narvoncha, ya'ni zinacha qilib qo'yamiz. Oltin, what the fuck? Buni olamiz. Yaxshi. What the mana bu ham temir. Nima bu? Unda qo'yib mayli. Bularni ham olishimiz kerak. Bu yerda nima bu? What the fuck chummanim. Вообще chummanim bolalar, короче. Buni olamiz. What the fuck? Buni ham olamiz. Buzamiz, qanaqa olamiz? Mayli, tushib olishimiz kerak. Qanaqa? What the yaxshi, mana bunda yopib qo'yishimiz kerak. Bu yer nima? Biz qo'rqmaymiz. Laboratoriya. What the fuck? Nimalar bor bu yerda? What the fuck? Bizga qiziqmas. Zombi. Zombi. Anaqa narsa bu. What the fuck? Qo'ycha, sassiqcha qalaysiz. Buni qo'yib olishimiz kerak. Jitil. Bari qo'yib yubor, iltimos, qo'yib yubor. Shodik, iltimos bizga yordam ber. Bir hafta, 2,5 hafta bo'ldi, adashmasam. 2,5 hafta. Nima balo bu? Bularni ham qo'yib olish kerakmi? Yo'q, bularni qo'yib yubormasan qanday? Bular kasallangan. Yur. Qochish kerak bu yerdan tez qochish kerak. Nima balo bu? Короче, qanaqadir
oq odam kelmasam buzyapti-da. Laboratoriyamida va tajriba qilyapti. Unda yur uyga tezroq qochishimiz kerak. Oh, what the fuck, o'zi nima bo'ldi? Jitel gapirib berchi. Короче, bitta qanaqadir oq doktormidi, o'sha bizani ustimizda tajriba qildi, qanaqadir g'alati ishlar qildi. Yaxshiyam bunga ulgurmay qoldi. Nima bo'ldi? Unchalik yomon shunaqa shafqatsizmi? Menimcha shunaqa. Hozir sen o'tirib tur, men hozir asbob uskunalarimni yasab olay. Hop, pastga tushib what the fuck, qanaqa bu joy? Qanaqa bu joy emas. Bu yer mana rabalat, voy, labo buyuryapti ekan. Короче, gold yeri oltinda turardi. What the fuck, kimdir buyurib tashlabdi? Qayerdan topdi bu yerni? Qayerda? Qora qon topdi, kimlar topdi? Tushunmayapman, ha. Laboratoriya. Meni eski shuncha ishim, qanday qilib? Kim qildi? Kim? Bu ishni politsiyalar qilmagan. Jitellar ham ahmoq toza. Menimcha shu atrofda yashaydigan o'yinchilar. Men ularni hali laboratoriyamda quyoncha qilaman hali ularni. Nega meni shuncha ishimni buzishdi? Nega? Tushunmayapman. Men hali ularni topib olishim kerak. Hozir men ularni o'ldiraman.